Assalomu alaykum emas, balki Assalomu alaykum. Nima gap deyapti hozir? Hech kim salom bermayapti opa. assalomu alaykum bo'ladi. Assalomu alaykum. Yo'q, biz alaykum deganmiz maktabda. Tushundim emas, balkim tushundim bo'ladi. Ha, tushundim bo'ladimi? Tushundim. Toqqa emas, Uzr. balki tog'iga bo'ladi. Kimdir ustingizdan kulsa, toqqa kulyapsanmi emas, tog'ga kulyapsanmi deylar endi. Sababi tog' so'zining asosi tog' emas, balki tog'dir. Xayol emas, Uzr. Shu ketib qolaveradi miya. xayol bo'ladi. Eslab qoling, xayolni yumshoq surasiz, ammo qattiq bilan yozasiz. 3 marta qattiq bilan xayol surib qo'ymaylik yana. Abituriyent emas, balki abituriyent bo'ladi. Abituriyent emas, Telegram lechkasining biografiyasiga inshaalloh 2026 talaba deb yozib qo'ygan odam bo'ladi. Xo'sh, sizlarda ham shunga o'xshash xato yozilgan so'zlar bormi? Bor. Kommentariyani qarang, to'la yozibdi. Xato yozishadi ham, xato joydan olishadi ham. Bilasanmi nimaga? Chunki eng arzoni, eng omadli ishonchlisi o'zimki mana. Xato yozmanglar. Xato joydan yusi olmanglar. Riko yusi. Bexato yusi. Toqqa kulyapsizlarmi?